aziz ayollar, shu holatda barcha 50 plusdan 55 dan o'tgan ayollarimiz bir xil, Marhaba opaga o'xshab bir xil. Hammada qorin, hammada pochka, hammada yurak. Bu kasallik davleniya. Endi o'sha davleniyani dorisi deb faqat dori ichib yurish to'g'rimi? O'zinglar o'ylanglar aslan. To'g'ri emas. Endi qarang, zarar emas. Endi nima qilishni bilmaysizda. Dorisi ichasiz. Endi men bitta narsa aytaman. Shuni shu masalani yechimi bor. Birinchi sport, mashq. Aytingchi, yoshimiz 3-4 yosh farqimiz, xolos. Nega sport bilan shug'ullanmaysiz? Uyatamiz endi azizlar. Men aytaman, kichkina xonadaman. Shu yerda ham men mashq qilaman. Mashqimdan hozir attay ko'rsatib ham beraman sizlar. Chunki Alona Tixanovani yuboraman kanalga, lekin mashqdan bitta narsa ko'rsataman. Zibotga ismingiz, пожалуйста. Вот, можете сюда выйти, чтобы. Mashq, birinchi mashqimiz nafas olish kerak. To'g'ri nafas qilganimizda qorin chiqmaydi. Endi prosta bir xil yoshdagi insonlarning bitta narsasini ko'rsatmoqchiman. Turing, marhaba qilaylik. Turing. Ikkovimiz hozir shu ishni qilmasam bo'lmaydi. Chidamayman. Ha. Qo'limiz bilan polga tegamiz. Mana uni bukmasdan. Tizzani bukmang. Bukmayapsiz-a? Qarang, tekdingiz-a? Qayeringiz og'riyapti? Tekkanda. Mayingiz og'riyaptimi? Endi bunday qiling. Yo'q, bukmasdan. Bukmang. Tegmayaptimi? Tegmayapti. Tegmaydi. Chunki marhaba opa, nimaga tegmaydi bilasizmi? Siz o'tirib o'sha sklerotichеский mayllaringiz tortishib ketgan. O'sha suvni yurgizmay qo'ygan. Suv to'planishni boshlaganda buni jirni ko'prog'i suv bo'ladi. Suvni chiqarsa bo'ladi. Keyin azizlar, ayollar 55 dan keyin xotin bo'lishi shart emas. Kim aytibdi? Nega chet elda ayol bo'lganda ayol ketyapti deyish uchun moncha bo'lsa inaka hurmat qilmaydi emas. Kirgizib, ozish, yurishni ichinglarga, o'zinglarga tugib olinglar. Yoshi kattalar albatta qilishinglar kerak. Endi mana uni qilganimizda marhaba opa qilolmayapti. 35 yoshli qizlar ham qilolmayapti bizga kelganda. Endi mana uni ko'rsataymi, bilmayman, hech qachon ko'rsatmayman, lekin ko'rsataman. Mana buni meni taniganlar biladi. Bu qilish u yoqda tursin, marhaba opam bilan tengman. Shu narsalarda meni sport o'rgatdi. Va o'sha narsa menda paydo bo'lgan davleniyamni 180 ga chiqdi. O'sha davleniya bo'lib qoldi. Yo'q ketdi. Saharim ham 7 bo'lgan edi. Meni tanigan o'zimning farzandlarim ham mana bilishadi. Qo'shnilar biladi. Endi sahar bo'lamanmi degan. Mana yo'qotdim-u. Nega sportdan uyalasizlar o'zbegim? Katta ayollarimiz yashash yaxshi yashash, undan yaxshi sog'lom yashashni yo'lga qo'ymoqchi. Mana shunaqa opalarimizga men aytarim, sport nomer 1 ga qo'yasiz. Haligi diyetadaman, manaqa yeyapman, manaqa yemayapman deyishni chekka olib qo'yinglar. Sport bilan shug'ullanganingizda sport o'zi qaysi narsani talab qilib, qaysini chekkaga chiqarishni o'zi ko'rsatib qo'yadi. Siz уже taningizni seza boshlaysiz. Bir narsa yesangiz, men buni qila olmay qoldim, mana uni yemas kerak degan xayol keladi. Shunda sog'lom bo'lasiz. Dori bilan emas, qizlar. Я очень хочу, чтобы это видео распространился, и я хоть очень хочу, чтобы наши узбеки, женщины, плюс 50, выздоравливались. Они вот так вот постоянно скорый chaqirib, insult bilan infarktni kutib o'tirmoqlikdan yomoni yo'q. Azizlar, sizlar bilan deyman, rahmat.